Bilasizmi, oldinlari yig'lardim, xafa bo'lardim. Barcha aybni o'sha insonga to'ngab, shu insonni ayblardim. Ammo lekin hozir bugungi kunda bunga yetib kelish jarayoni oson bo'lmadi. Bu hozir aytadigan sizga bo'lgan gaplarimga hozirgi kunda kimdir qalbimni og'ritsa, birinchi bo'lib savolni o'zimga beraman. Men kimni qalbini og'ritgandim? Shu hodisa meni hayotimda sodir bo'ldi deb. Va albatta nimadir chiqadi, ishoning. Shunda albatta joy namozda tavba qilaman. Allohdan kechirim so'rayman, o'sha inson uchun kechirim so'rayman, meni xafa qilgan inson. O'zi aslida xafa bo'lmayman. Oxirgi mana shu yillar davomida xafa bo'lmaslikni o'rgandim. Chunki kechirishdan ko'ra xafa bo'lmaslik